Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va dunyo xabarlari bizning kanalimizga obuna bo'ling. Tezkor xabar. Rossiyadagi raketa bazasida portlash yuz berdi. Rossiyaning Orenburg viloyatining Yasni shahrida Rossiya strategik raketa kuchlari bazasi yaqinida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ixtisoslashgan manbalarga ko'ra, raketa bir necha soat oldin strategik raketa kuchlar poligonidan uchirilgan, biroq muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Mintaqaviy Ural 56 nashri mahalliy aholiga tayanib, portlashdan keyin osmonga binafsha rangli tutun ko'tarilganligini xabar qildi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, hodisaga raketa uchilmaganligi sabab bo'lgan, go'yoki havoda parchalanib ketgan. Rasmiylar hodisaga rasman izoh bermadi. Viloyat hukumati aholiga hech qanday xavf yo'qligini va evakuatsiya rejalashtirilmaganini ma'lum qildi, deya xabar berdi Ural 56. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.